Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyuldan pensiya, nafaqa, hujjat topshirish, qayta hisoblash va to'lov tartiblarida e'tibor berilishi kerak bo'lgan yangi qoidalar kuchga kiradi. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, ota-onasining hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlarga nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oladigan oilalarga ham tegishli. Men bu mavzuni oddiy tilda, chalkash atamalarsiz tushuntiraman. Chunki ko'pchilik aynan bir narsadan xavotirda. Pensiyam kamayib qolmaydimi? Pulim kechikmaydimi? Hujjatim yetmay qolsa nima bo'ladi? Kartaga o'tish majburiymi? Qayta hisoblash uchun qayerga borish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim kichik xatolar oyma-oy pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'p oilalarga yordam beradi. Avvallari pensiya bilan bog'liq ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Odam tuman pensiya bo'limiga borardi, mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomani, arxiv hujjatlarini, bank rekvizitini, pasport nusxasini, ayrim hollarda oila tarkibi haqidagi ma'lumotni ko'tarib yurardi. Bir joyda bitta raqam noto'g'ri yozilsa, ish staji noto'g'ri ko'rsatilsa yoki arxivdan javob kechiksa, pensiyani tayinlash yoki qayta hisoblash cho'zilib ketardi. Endi esa asosiy yo'nalish raqamlashtirishga, ya'ni ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshirishga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Men oddiy qilib aytaman. Davlat organlari sizdan har bir qog'ozni qayta so'ramasligi kerak, balki ko'p ma'lumotlarni o'z bazasidan olish kerak. Lekin bu yerda muhim bir jihat bor. Elektron tizimdagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, eski ish staji kiritilmagan bo'lsa, familiya pasportda bir xil, mehnat daftarchasida boshqacha yozilgan bo'lsa, muammo baribir fuqaroning o'ziga qaytib keladi. Shuning uchun 1 iyuldan keyingi davrda eng katta masala faqat yangi qoida emas, balki sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri va to'liq ekanini tekshirishdir. Oldin odam pensiya bo'limiga kelib, mutaxassisga hujjatlarni ko'rsatib, kamchilikni joyida ishlardi. Endi ko'p jarayonlar elektron ko'rinishga o'tgani uchun rad javobi ham, qo'shimcha hujjat talabi ham tizim orqali kelishi mumkin. Kimdir telefoniga SMS oladi. Kimdir shaxsiy kabinet orqali xabar ko'radi. Kimdir bank yoki mahalla orqali biladi. Agar odam bu xabarlarni kuzatmasa, vaqt o'tib ketadi. Vaqt o'tsa pulni kech olishi yoki qayta hisoblashdan vaqtida foydalana olmasligi mumkin. Birinchi navbatda men pensiyadagi fuqarolarga shuni aytaman. 1 iyuldan keyin eng avvalo to'lov usuliga e'tibor bering. Pensiya bank kartasiga tushadimi? Naqd shaklida yetkazib beriladimi? Vakil orqali olinadimi yoki boshqa tartibdami? Bularning hammasi aniq bo'lishi kerak. Agar pensiyangiz kartaga tushsa, karta muddati tugamaganini, bank hisob raqamingiz faol ekanini, telefon raqamingiz bankka bog'langanini tekshirib qo'ying. Chunki ayrim holatlarda pensiya tayinlangan bo'ladi, lekin karta yopilgan, muddati tugagan yoki hisob raqami bloklangan bo'lsa, pul kelmay turgandek ko'rinadi. Masalan, 18 yoshli otaxon har oy 1 million 2 ming so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi iyun oxirida muddati tugagan. U buni bilmaydi. Chunki kartani farzandi olib bergan. Iyul oyida pensiya hisoblangan. Lekin karta faol bo'lmagani uchun puldan foydalana olmaydi. Odamlar darrov pensiya to'xtab qoldi deb xavotirga tushadi. Aslida muammo pensiya tayinlanishida emas, bank kartasining holatida bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman. Banka boring yoki ishonchli farzandingiz orqali kartaning amal qilish muddatini tekshirtiring. Ikkinchi muhim masala ish staji va daromadlar bo'yicha ma'lumotdir. Pensiya miqdori ko'p hollarda ish staji, rasmiy ish haqi, to'langan badallar va qonunda belgilangan hisoblash tartibiga bog'liq. Avvalgi yillarda qog'oz mehnat daftarchasi asosiy dalil bo'lgan. Hozir esa elektron mehnat daftarchasi, soliq ma'lumotlari, ish beruvchilar yuborgan hisobotlar ham katta ahamiyatga ega. Agar siz 1990 yillarda yoki 2000 yillarning boshida korxonada ishlagan bo'lsangiz, lekin bu korxona yopilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Ayol kishi 25 yil ishlagan, lekin elektron bazada faqat oxirgi 1 yillik staji ko'rinmoqda. U pensiya chiqayotganda tizim faqat 14 yilni ko'rsa, pensiya kamroq hisoblanishi mumkin. Agar u eski mehnat daftarchasini
ish joyidan ma'lumotnomani arxiv tasdig'ini vaqtida olib borsa, qo'shimcha 21 yil staj tan olinishi mumkin. Bu oyiga 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq farq qilishi ehtimoli bor. Bir oyda kichik ko'ringan farq bir yilga hisoblasangiz, oilaviy byudjet uchun sezilarli pul bo'ladi. Uchinchi masala pensiyani qayta hisoblashdir. Ko'pchilik pensiya bir marta tayinlansa, endi o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim hamma to'g'ri emas. Agar sizda oldin taqdim etilmagan ish staji topilsa, ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot aniqlansa, nogironlik guruhi o'zgarsa, boquvchisini yo'qotganlik holatida oilaviy tarkib o'zgarsa yoki qonunchilikda indeksatsiya oshirish, qo'shimcha to'lov bo'yicha norma qo'llansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'ladimi yoki ariza kerak bo'ladimi? Har bir holatda alohida tekshiriladi. Masalan, 62 yoshli erkak pensiyaga chiqqanidan keyin ham yana butun yil rasmiy ishladi. U o'ylaydi, men ishlab yurdim, demak pensiyam o'zi oshib ketadi. Amalda esa ayrim holatlarda qayta hisoblash uchun ariza berish, ish beruvchi ma'lumotlar to'liq topshirilganini tekshirish, soliq va pensiya bazasidagi ma'lumot mosligini aniqlash kerak bo'ladi. Agar u 3 yil davomida rasmiy oylik olgan, lekin pensiya qayta hisoblanmagan bo'lsa, tuman pensiya bo'limiga murojaat qilib, o'z hisob kitobini tekshirtirishi lozim. 4-chi masala pensiyaga endi chiqadigan fuqarolarga tegishli. Agar siz 1 iyuldan keyin pensiya yoshiga yetayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni oxirgi haftaga qoldirmang. Men ko'p ko'rgan holat, odam yoshiga yetgan kuni boradi. Keyin mehnat daftarchasida bitta sahifa tushunarsiz, bir korxona muhri o'chgan, familiya turmushdan keyin o'zgargan, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lib qoladi. Natijada odam bir necha hafta yoki oy yuguradi. To'g'ri, qonunda murojaat muddati va to'lovni hisoblash tartibi bor, lekin asab vaqt va pul sarfi baribir sizning zimmangizga tushadi. Agar sizning pensiya yoshingiz yaqinlashayotgan bo'lsa, kamida 3 oy oldin tayyorgarlikni boshlang. Pasport yoki ID karta ma'lumotini tekshiring. Stir, JSHR bank hisobi, telefon raqami, elektron imzo yoki MyBond.gov. Uz orqali kirish imkoniyati bor yo'qligini aniqlang. Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni ko'zdan kechiring. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, lavozim, buyruq raqami, muhr va imzo o'qiladimi? Shuni tekshiring. Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, oldindan arxivga so'rov yuboring. 5-masala nafaqa va ijtimoiy to'lov oladiganlarga tegishli. Pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Yoshga doir pensiya ko'pincha ish staji va badallar bilan bog'liq. Ijtimoiy nafaqa esa muhtojlik, nogironlik, boquvchini yo'qotganlik yoki boshqa ijtimoiy mezonlar asosida berilishi mumkin. 1 iyuldan keyingi tartiblarda oilaning daromadi, tarkibi, mol-mulki, rasmiy bandligi, bolalar soni kabi ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilishi mumkin. Shuning uchun oilaviy holat o'zgarsa, buni yashirish yoki kechiktirish keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, oila kam ta'minlangan sifatida nafaqa oladi. Oilada bir farzand rasmiy ishga kiradi va oylik ola boshlaydi. Agar bu daromad tizimda ko'rinsa, nafaqa qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu hamma nafaqa darrov to'xtaydi degani emas, lekin daromad mezoni o'zgargani uchun tekshiruv bo'lishi mumkin. Boshqa bir holatda fuqaro nogironlik nafaqasi oladi, lekin tibbiy qayta ko'rik muddati kelganini unutadi. Qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Demak, hujjatning muddati ham pulning davomiyligiga bevosita ta'sir qiladi. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchisi, eski mehnat daftarchasida ko'p ish joylari bo'lganlar. Ikkinchisi, sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, kichik korxona yoki yopilib ketgan tashkilotlarda ishlaganlar. Uchinchisi, familiyasi, ismi yoki otasining ismi turli hujjatlarda har xil yozilganlar. To'rtinchisi, pensiyani vakil orqali olayotganlar. Beshinchisi, nogironlik guruhi bo'yicha to'lov oladiganlar. Oltinchisi, pensiyaga chiqib ham rasmiy ishlashda davom etganlar. Kimlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, qo'shimcha staj yoki yangi hujjat bo'yicha da'voingiz bo'lmasa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya hisob kitobingizni tekshirtirish foydali. Chunki inson o'z haqini bilishi kerak. Men doim aytaman, davlat bergan pulni olish boshqa, qonun bo'yicha sizga tegishli miqdor to'g'ri hisoblanganini tekshirish boshqa masala. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan nuanslarga o'tamiz.
Birinchi nozik masala. Hamma narsa elektron bazada ko'rinadi degan fikr noto'g'ri. Ayniqsa eski yillardagi staj, harbiy xizmat, dekret davri, o'qish davri. Ayrim maxsus ish sharoitlari bo'yicha ma'lumotlar har doim ham avtomatik chiqavermaydi. Shuning uchun tizimda yo'q ekan degan javobni eshitsangiz darrov taslim bo'lmang. Sizda qog'oz hujjat, arxiv ma'lumotnomasi yoki boshqa qonuniy dalil bo'lsa, uni taqdim etish huquqingiz bor. Ikkinchi nozik masala, familiya va ism yozilishi. Masalan, pasportda Yo'ldosheva deb yozilgan. Mehnat daftarchasida Yuldasheva deb ketgan bo'lishi mumkin. Yoki otasining ismi bir joyda Aliyevna, boshqa joyda Aliyevna yozilgan bo'ladi. Oddiy ko'z bilan bu bir odam ekanini tushunamiz. Lekin tizim yoki rasmiy tekshiruvchi uchun bu farq savol tug'dirishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, FHDYO ma'lumoti, ism familiya o'zgargani haqidagi hujjat yoki sud orqali aniqlash talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ayollar, ayniqsa turmushdan keyin familiyasini o'zgartirganlar hujjat zanjirini tayyorlab qo'ysin. Uchinchi nozik masala vakolatnoma. Ayrim keksalar pensiyasini farzandi, nabirasi yoki boshqa yaqiniga oldiradi. Bu qonuniy bo'lish uchun vakolatnoma muddati shaxsli va bankdagi tartib to'g'ri bo'lishi kerak. Agar vakolatnoma muddati tugasa, bank pul berishni to'xtatishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin oluvchi vakolati tasdiqlanmagani uchun pulni yechib bo'lmaydi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, harakatlanishi qiyin bo'lsa, oldindan notarius, mahalla yoki tegishli tashkilotlar orqali qanday tartibda vakolat berishni aniqlab olish kerak. To'rtinchi nozik masala, yashash joyi o'zgarishi. Agar pensioner boshqa tuman yoki viloyatga ko'chsa, doimiy ro'yxat, vaqtincha yashash manzili, bank filiali va pensiya ishi qayerda yuritilayotgani aniq bo'lishi kerak. Ba'zan odam Toshkentda farzandinikida yashaydi, lekin pensiya ishi boshqa viloyatda qolgan bo'ladi. To'lov kelaverishi mumkin. Lekin qayta hisoblash, hujjat so'rov yoki tekshiruv kerak bo'lsa, eski manzil bo'yicha xabar ketishi ehtimoli bor. Shuning uchun manzil o'zgarsa, bu haqda tegishli pensiya bo'limiga xabar berish yaxshi. 5-nozik masala. Ortiqcha to'lov. Bu ko'pchilik uchun yoqimsiz mavzu. Agar tizim xatoligi, noto'g'ri ma'lumot yoki fuqaro vaqtida xabar bermagani sababli odamga ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, farzand o'qishini tugatgan, lekin bu ma'lumot vaqtida berilmagan. Yoki nogironlik guruhi muddat tugagan, qayta ko'rikdan o'tilmagan, lekin to'lov davom etgan. Keyin aniqlansa, ortiqcha to'langan summa ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishni vaqtida bildirish foydaliroq. 6-nozik masala, eshitdimki, hammaga qo'shimcha pul berilar ekan degan mishmishlar. Men bunday gaplarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Pensiya oshishi, kompensatsiya, bir martalik yordam yoki qo'shimcha ustama bo'lsa, u aniq hujjat, farmon, qaror yoki rasmiy xabar asosida bo'ladi. Telegramdagi noma'lum kanal, qo'shnining gapi yoki bankka borsangiz pul beradi degan xabar asosida harakat qilmang. Ayniqsa shaxsiy karta raqami, SMS kod, pasport rasmi, bank ilovasi parolini hech kimga bermang. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular yangi qo'yda kompensatsiya 1000 yildan pul tushadi degan so'zlarga ishonib qolishi mumkin. 7-nozik masala, pensiya kamayib qolishidan qo'rquv. Qonuniy tayinlangan pensiya asossiz kamaytirilmaydi. Lekin hisob kitobda xato aniqlansa, noto'g'ri ma'lumot bo'lgan bo'lsa, qayta ko'rib chiqish bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l hisobotni ko'rish, savol berish, yozma javob olish, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga shuncha chiqadi deyishsa, qanday asosda, qaysi staj, qaysi davr, qaysi daromad hisobga olinganini so'rang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. ID karta yoki pasport, JSHR, STR, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, mehnat daftarchasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Ism, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar alohida papkada tursin. Hujjatlarni uyda har joyga tashlab qo'ymang. Eng yaxshi usul. Asl nusxalar bir papkada, nusxalar boshqa papkada bo'lsin. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borishdan oldin savollaringizni yozib oling. Masalan, mening umumiy ish stajim necha yil hisoblangan? Qaysi ish joylarim inobatga olingan? Qaysi davrlar hisobga olinmagan? Pensiyam qaysi formula
bo'yicha hisoblangan. Qayta hisoblash uchun qanday hujjat kerak? Javobni iloji boricha yozma shaklida olishga harakat qiling. Yozma javob keyingi murojaatlarda sizga dalil bo'ladi. 3-qadam elektron xizmatlardan foydalaning. Agar imkoningiz bo'lsa, My.Gov.uz orqali shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. Agar o'zingiz qiynalsangiz, savodli farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqiningizdan yordam so'rang. Lekin parol va SMS kodni begona odamga bermang. Telefoningizga kelgan kod sizning kalitingiz, uni aytsangiz kimdir sizning nomingizdan ariza berishi, bank ilovaningizga kirishi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rishi mumkin. 4-qadam eski ish joylari bo'yicha arxivni tekshiring. Agar siz zavod, kolxoz, sovxoz qurilish tashkiloti, savdo korxonasi yoki hozir mavjud bo'lmagan idorada ishlagan bo'lsangiz, arxivdan ish staji va oylik ma'lumotnomasini olishga harakat qiling. Arxivga murojaat qilganda ish joyining to'liq nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz. Eski manzil agar bo'lsa, buyruq raqamlari kerak bo'ladi. Ma'lumot qancha aniq bo'lsa, arxiv topish shuncha oson bo'ladi. 5-qadam bank bilan bog'liq muammolarni oldindan hal qiling. Karta muddati, PIN kod, SMS xabarnoma, bank ilovasi, ishonchli telefon raqami, pensiya tushadigan hisob raqami faol bo'lishi kerak. Agar telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, bu keyin muammo tug'dirishi mumkin. Men maslahat beraman. Pensiya kartasi pensionerning o'z nomida, telefon raqami ham imkon qadar o'z nomida bo'lsin. Agar odam telefon ishlata olmasa, farzandi yordam bersin, lekin rasmiy tartib buzilmasin. 6-qadam. O'zgarishlarni vaqtida xabar qiling. Nogironlik guruhi muddati tugasa qayta ko'rikka boring. Oila tarkibi o'zgarsa, tegishli idoraga xabar bering. Farzand o'qishni tugatsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha tartibni aniqlang. Manzil o'zgarsa, pensiya bo'limiga bildiring. Pensioni vafot etgan holatda to'lovni yashirish, kartadan pul yechib yurish juda xavfli. Keyin bu pul qaytarilishi, hatto huquqiy javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. 7-qadam. Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, jim yurmang. Avval tuman pensiya bo'limiga murojaat qiling. U yerda aniq javob bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yozma ariza bering. Arizada his tuyg'u emas, fakt yoziladi. Ism, familiya, Jaysi Sashir, manzil, telefon, pensiya turi, muammo mazmuni, qaysi davr staji hisobga olinmagan, qaysi hujjat ilova qilinayotgani. Arizaga hujjat nusxalarini qo'shing va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni oling. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech bir haqiqiy davlat xodimi sizdan bank kartangizning to'liq ma'lumotini, SMS kodni, bank ilovasi, parolini so'ramaydi. Iyuldan sizga 2 million kompensatsiya chiqdi. Kartangizni ayting desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Pensiyangizni oshirib beraman, oldindan pul bering desa ham ishonmang. Pensiya qonuniy hujjat asosida oshadi. Tanish bilish yoki yashirin to'lov bilan emas. Men yana bir amaliy misol aytaman. 7 yoshli ona pensiyasini oladi. Lekin 1995 yildan 2002 yilgacha bo'lgan ish davri hisobga kirmagan. Farzandi onasining mehnat daftarchasini ko'radi. Eski korxona nomini topadi, viloyat arxiviga so'rov yuboradi. Arxivdan tasdiq keladi. Keyin pensiya bo'limiga qayta hisoblash uchun ariza beriladi. Natijada pensiya oyiga 1000 ming so'mga oshishi mumkin. Bu raqam har bir odamda boshqacha bo'ladi. Lekin mazmun shuki, hujjatni topgan odam o'z haqini tiklashi mumkin. Yana bir misol. Pensioner arka kartasini nabirasiga berib qo'ygan. Nabira telefon raqamini almashtirgan, bank SMS'lari kelmay qolgan. Iyul oyida pensiya tushmaganini hech kim bilmaydi. Keyin bankka borganda karta bloklanganini aniqlashadi. Bu muammoni oldini olish uchun karta va telefon ma'lumotlarini tartibga solish kifoya edi. Shuning uchun men pensionerlarning farzandlariga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya hujjatlari, bank kartasi, arxiv ma'lumotlari bilan bir marta jiddiy shug'ullaning. Bularning asabini ham, pulini ham asraydi. Demak, 1 iyuldan keyingi eng muhim narsa shuki, pensiya va nafaqa masalasida hujjatlar, elektron ma'lumotlar, bank rekvizitlari va shaxsiy holat o'zgarishlari aniq bo'lishi kerak. Kimning ma'lumoti to'g'ri, kartasi faol, hujjatlari tartibli bo'lsa, u ortiqcha xavotir qilmaydi. Kimda eski staj, arxiv, familiya farqi, vakolatnoma, nogironlik muddati yoki nafaqa shartlari bo'yicha savol bo'lsa, hozirdan harakat qilishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Kartangiz muddatini ko'ring. Pensiya hisob kitobingiz bo'yicha savol bo'lsa, yozma murojaat tayyorlang.
hech kimning gapiga ko'r-ko'rona ishonmang. Faqat rasmiy manba va yozma javobga tayaning. Agar sizning pensiyangiz, nafaqangiz yoki hujjatlaringiz bo'yicha shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda muhim.